Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki, Ma anta bi ni'mati robbika bimajnun. ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Rabbingning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Muqarrarki sen albatta öksüməz savabqa erişsən. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen hakikaten büyük ahlakka egisən. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. Kelgüsüdə qaysınlarning mecnun ikenlikini sen görürsən. Ulamı gördü. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Şübhisiz ki senin Rabbin özünün yoludan azganlarını obdan bilidi. Hidayet tapqıçılarını mı obdan bilidi. فلا تطع المكذبين. İnkar qiyğuçılarga itaat qılmağın. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Ula senin özleri bilen madara qilishingni, şunun bilen özlerinin sen bilen madara qilishini arzu qılıdı. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Qasamxor, pes, g'ayvatxor, suxanchi, bexil, haddidan oshqchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmagan. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Bizning oyatlarimiz uningga o'qib berilsa, uning mol mulki va o'g'illar bo'lganligi uchun bu burunqilarning hikoyalaridir deydi. سنسمه على الخرطوم. Uning burnini dog'lab belgi solamiz. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Şübhisiz ki biz ularni, yani Mekke ahalisini ma'lum bağning egillarini sınagandek qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan sinadik. Ular, yani bağning egillari uning mevalarini kambag'allar uqmasin, ularga hech narsa bermayli deyishib, sahardila uzib olishga qasam ichishgan edi. ولا يستثنون. Ular Alloh xolisa demagan edi. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Ular uxlayotganda baqqa Rabbing tarafidan azab, yani yong'in nozil bo'lib, bog' kuyib, qop-qora kuldek bo'lib qoldi. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Ular agar mevalarni üzmekçi bo'lsanglar, baqqa beringlar deb aytganda bir-birini tovlashdi. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Ular mangdi. Yo'lda ketib etib, bugun baqqa herkes bir miskin mi kirmisin deyishib pichirlashdi. وغدوا على حرد قادرين. Ular miskinlarni baq kirishdan to'siya olmaymiz degan o'y bilan atdiganda turishdi. فلما رأوها قالوا إنا لضالون
بل نحن محرومون. Ular bağның köyüp qapqar bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan izib qilibdik. Yo'q, biz bağның meyvesidan quruq qilibdik, dedi. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqlliqi, sizlar nimishqa Allohga tavba qilib, tasbih aytmaysizlar, demaganmidim, dedi. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Ular, Rabbimiz, seni pak deb e'tiqod qilamizki, biz miskinlarning haqqini man'iy qilish bilan haqiqatan zulm qilg'uchilardan bo'ldik, dedi. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Shuning bilan ular bir-biriga qarshib o'zaro malomat qilishdi. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Ular deyishdi: "Voy bizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون." Umidki Rabbimiz bizga buningdan yaxshiroq bag'ni bergay. Biz albatta Rabbimizdan umid qilg'uchilarmiz. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Azab mana mushundaqdir. Ya'ni Quraysh kimu bog' egillariga tushgan azob tushidi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Taqvodorlar Rabbingning dargohida haqiqatan nozu ne'matlik jannatlardan bahramand bo'ladi. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdik. ما لكم كيف تحكمون. Sizlarga nim bo'ldi? Qandoq sizga mundaq hukm chiqarsizlar? أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. Yoki sizlarda osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xoliqininglar bor deganni o'qidinglarmi? أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqti to'shadigan mahkam bir ahdi tuzishganmi? سلهم أيهم بذلك زعيم. Ulardan so'rab baqqinki, ularning orasida qaysisi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklar bormi? Agar ular davosida rostchil bo'lsa, sheriklarini keltirib baqsin. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. U kunda, ya'ni qiyomat kunida ish qiyinlashadi. Ular iymonini sinash uchun sajda qilishga chaqiriladi. Ular sajda qila olmaydi. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Ular qo'rqinishdan tikilib qaraya olmaydi. Ularga xorliq yuzlanadi. Ular dunyoda sog'lom chog'larida sajdaga da'vat qilingan edi. Ular sajdadan bosh tortadi. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Bu Qur'onni inkor qilganlarni menga qo'yib etkin. Ularni tuydurmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. وأملي لهم إن كيدي متين. Ularga muhlat berman. Shubhisizki mening tadbirim puxtadir. تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Yoki ulardan dinga da'vat qilganligingga haq so'rab,
ularning iqtisodiy yukini ig'irlashtirib etdingmi? أم عندهم الغيب فهم يكتبون yoki ularning yenida g'ayb, ya'ni g'aybni ichiga olgan lavhil mahfuz bor bo'lib, ular aytadiganlarini shuningga yozamdi. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم Rabbingning hukmiga sabr qilgin. Aldirang'uliqda, zerikkeklikda beliqning sohibiga, ya'ni Yunusga o'xshash bo'lmag'in. O'z vaqtida u beliqning qornida turib, g'amkin holda Rabbiga iltijo qildi. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم Agar u Rabbining ne'matiga erishmasa edi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q bir dalaga tashlangan bo'ladi. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Rabbi uni payg'ambarlik tanladi. Uni yaxshilardan qildi. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون Kafirlar Qur'onni anglagan chaqlarda sana bo'lgan düşmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga tas qoladi. Seni shubhisiz bir majnun deyishidi. وما هو إلا ذكر للعالمين Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun va'z nasihatdir.